Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa yana bir navbatdagi ishlarimizni olib kelib joyiga o'rnatib berdik. Hop, mana ko'rib turgan verandalarni buni biz o'tkazib qo'yib berganmiz, xudo xolasa. Klientimiz ichkarida MDFlarni ham o'zimiz qilib berganmiz. Hop, hozirgi ishimiz bu tomonda 3 ta rom, bitta 2 qanotli eshik, bitta portichkasi bor. Ko'cha tomoni gulli ayna yasab berganmiz, podagonliklari bor. Oynalarimiz paket bo'lgan, oq-oq, ichkari tiniq ko'rinib tursin deganiga. Hop, zakazlarga binoan ko'cha tomonnikini gullik qilib berganmiz oynasini. Ko'rinmasligi uchun bitta portichkamiz ham bor, u ham gullik. Podagonlilari обязательно bor, cho'pliklar o'rnatilgan ham yo'q. Ochilib yopishlari ham o'ta go'zal, mana xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Kimda shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Inshaalloh chiroyli qilib, hamyonbop qilib beramiz. Puliga qiziqayotganlar, bu 3 ta romimizni, bitta 2 qanotli eshik, bitta portichkamizni podagonlilar bilan paket oynalarga 6 million 900 ga olib kelib o'rnatib berdik. Sog' bo'lasizlar.